Ustoz keling, men yuvaman ustoz. Bo'ldi. Kel. Boya qilish kerak edi uka. Men shu ishga qo'l urmasdan oldin qilishingiz kerak edi. Endi men qildim, qo'yib ber. Bu sunnatni shunday go'zal ishni o'zim qilib olay. O'tir joyingga gap bor. Ustoz qaytarmaydi. Joyingga o'tirgin. Ukalarim, men doim aytaman. Uyda idish yuvsiz qolib ketsa, barakani qochiradi. Bu bir. Uyingda idish yuvsiz qolib ketyapti. To'g'ri, u ayollarni, xotinini, ayolni, kelinlarni qiladigan ishi bu. Lekin kelinlar nima bilandir band, bola bilan band. Lekin nimadir ish bilan band. 2 soatsiz yuvilmay qolib ketishi mumkin idish. Lekin 2 soatdan keyin yuviladi baribir. Qiladi ayollarimiz. Lekin 2 soat yuvuqsiz idish qolib ketishga 2 soatga rozi bo'lasizlarmi ukalar? Yuvuqsiz holat bo'lishiga agar ham manbas xotirim qiladi yoki kelinlar qiladi deb tashlab ketadigan bo'lsang, 2 soat yuvuqsizlikka rozi bo'ladigan bo'lsanglar ukalar, bir hamiyatinglarni tekshirib qo'yinglar. 2 soat yuvuqsizlikka rozi bo'lgan odam 2 soatdan oshiq boshqa narsalarga ham rozi bo'ladi. Mana bu hamiyat shuni pazolat qiladigan bo'lib qoladi ukalar. Bu idish yuvish vaqti yo'qdir, bolaga qarayapti, unga qarayapti. Yuvib qo'y, sunnat bo'ladi. Rasulullohdek zot sallallohu alayhi vasallam oila ishiga qarashganlar. Ro'za olishga, uy supurish deysizmi, yer yig'ishtirish deysizmi, kir yuvish deysizmi, idish yuvish. Uyda idish yuvdingmi, uyingda supurdingmi? Nima qilgan bo'lsang, sunnat qilsan, ibodat qilsan ukalar. Yana bitta narsa. Fikr qilib ko'raylik-da, shuning uchun dinimizda tafakkurga bekorga chaqirilmagan. Mana bu tilla tovoq. Mana bu tovoq tilladan deydi. Bunga osh solindi. U osh lanchpirov bo'lib qolgan bo'lishi mumkin, tirik bo'lib qolgan bo'lishi, lekin nima qanday ahvolda bo'lsa ham tushgan oshni obro'sini, martabasini, reytingini hozirgi zamonaviy tilda aytganda obro'sini, hurmatini mana bu tilla tovoq oshirib yuboradimi? Tilla tovoqqa tushganligi uchun qolgan tovoqlardagi oshlardan buni farqi bu tilla tovoqdagi osh. To'g'rimi? Oshni yeb bo'lindi. Tilla tovoq yuvuqsiz qolib ketdi. Yuvuqsizlik holati tilladek bo'lgan tovoqni obro'sini tushirib oladimi? Tushladimi, tushirmaydimi? Yuvuqsizlik holati tilla tovoqni obro'sini tushirib oladi. Ozgina oldin bu tovoq buni obro'sini ko'tarib turuvdi. Lekin yuvuqsizlik holat. Yuvuqsizlikka ko'nmanglar. Yuvuqsizlik degani ukalar faqat idish tovoqda emas. Tozalik, hali niyat ham toza bo'lsin. Niyating ham yuvuqlik bo'lsin ukalar. Iskandar Hamroqulovning shogirdlari qolganlardan farqi bo'lishini men juda ham xohlayman. Otangga rahmat degan gapni bolalarimdan eshitishni xohlagandek, shogirdlarimdan ham ustozingga rahmat degan gapni eshitishni xohlayman. Shuning uchun mehrimni ham ko'rasizlar, qahrimni ham ko'rasizlar ukalarim. Hech qachon erinmaydi idish yuvishga. Idish yuvish faqat xotin kishining ishi emas. Erkak kishi shu ishni qildimi, sunnat qildi ukalarim.